Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Istiqlol kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqin. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyo kun tartibidagi eng muhim xabarlarni huzuringizga sunamiz. Qanamsiz diqqatinglar ekranimizda bo'lsin. Xitoy yana bir xalqaro yig'inni Urumchida o'tkazib, irqiy qirg'inchilikni inkor qildi. Xitoy 2025-yillik Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlarning taratqular hamkorlik munbirini Urumchida o'tkazgan bo'lib, Xitoy amaldorlari yig'in jarayonida Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyatini oqlashga urindi. Atalmish Shinjong radio televiziya stansiyasining xabarida bildirilishicha, Xitoy xalq gazeti bilan atalmish Uyg'ur avtonom rayonlik hukumatning hamkorligida 2025-yillik Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlarning taratqular hamkorlik munbiri 23-may Urumchida o'tkazilgan. Mashhuriy Erkin Dunyos qatorliq Xitoy amaldorlari oldingi kuni vakillarni kutib olish yig'ini ochgan. Mashhuriy bu fursatdan foydalanib Xitoyning Sharq Turkistondagi asosligi Uyg'urlar bo'lgan turkiy xalqlarga qaratgan irqiy qirg'inchilik jinoyatini pardozlashga uringan. U Sharq Turkistonda Xitoyning atalmish terrorlikqa qarshi turish, muqimlikni qo'g'dash siyosatlarini to'xtatmay ijro qilganligini, jamiyatning gullanib tinch taraqqiy qilganligini, Amerika va G'arbdagi ba'zi kuchlarning majburiy emgakka selish, irqiy qirg'inchilik yurgizish qatorliq yolg'on yovdiq so'zlarni o'ydirib chiqib, Xitoyning taraqqiyotini to'sishga uringanligini takrorlab bildirgan. Xabarda ma'lum bo'lishicha, bu yil Shanxay hamkorlik tashkilotining Xitoy yili bo'lib, bu qatimliq a'zo davlatlar taratqular hamkorlik munbiriga 26 davlatdagi 300 dan ortiq vakil qatnashgan. Atalmish Shinjong gazeti bu qatimliq munbarning nima uchun Sharq Turkistonda o'tkazilganligi haqida maxsus maqola e'lon qilgan bo'lib, maqolada Sharq Turkistonning rayon afzalligiga ega ekanligi, Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo nurg'un davlat bilan chegaralanganligi, Sharq Turkistonda munbar o'tkazganda Shanxay hamkorlik tashkiloti hamkorligidagi ko'vriklik va vositalik rolini texmi yaxshi joriy qildirg'ili bo'ladiganligi, bu munbar orqali har qaysi davlatlarning taratqu organlari bilan har jihatdan hamkorlikni kuchaytirganligi da'vo qilingan. Xabarda yana bir qism sonliq ma'lumotlar berilgan bo'lib, navbatda irqiy qirg'inchilik davomlashayotgan Sharq Turkistonning tashqi savdo import-eksport umumiy qimmatining 400 milliard yuandan oshganligi, buning ichida 75% dan ko'proqining Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar bilan bo'lgan savdodan kelganligi qayd qilingan. Yaqinqi bir necha yil ichida Shanxay hamkorlik tashkiloti partiyalar munbiri, Shanxay hamkorlik tashkiloti kesim qonuni munbirida Xitoy Sharq Turkistonda ko'plagan xalqaro yig'inlarni, jumladan Xitoy Osiyo Yevropa ko'rgazmasi, dunyo taratqular boshliqlari yig'ini, Shanxay hamkorlik tashkiloti partiyalar munbiri, Shanxay hamkorlik tashkiloti kesim qonun munbiri qatorliqlarni orqa-orqadan o'tkazgan. Sharq Turkistondagi qo'rqinchli vaziyatni pardozlash Xitoyning bu yig'inlarni Sharq Turkistonda o'tkazishdagi maqsadlaridan biri bo'lmoqda. Trump Rossiya-Ukraina asir almashtirish kelishimining tamomlanganligini bildirdi. Amerika prezidenti Donald Trump juma kuni Ukraina bilan Rossiya o'rtasida asir almashtirilganligini jakarladi. Trump ijtimoiy taratquv hisobida e'lon qilgan bayonotida bu haqda tafsiliy ma'lumot bermasdan, bu suhbat uchun har ikki tarafni tabriklayman. Bu nihoyat zo'r muvaffaqiyatning boshlang'ichi bo'lib qolamdi qandoq degan. Rossiya hukumati bu hafta Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan Trumpning ikki taraflik asir almashtirish masalasini muzokara qilganligini bildirgan. Ammo Amerika prezidenti Trumpning Ukrainada darhol urush to'xtatish chaqirig'i bo'lsa, Putin tarafidan rad qilingan. Rossiya tashqi ishlar ministri Sergey Lavrov juma kuni e'lon qilgan bayonotida Ukraina bilan ikkinchi qatimliq tinchlik suhbatining yaqinda o'tkazilganligini bildirgan. U Moskvada o'tkazilgan Janubiy Rossiya masalasi temaliq bir yig'inda so'z qilib, tinchlik kelishimiga qarata xizmatlarning davomlashayotganligini va Rossiya tarafining bu haqda nihoyat zo'r ilgirlash hosil qilganligini bildirgan. Lavrov Vatikan tinchlik suhbati uchun eng munosib joy tariqasida taklif sunilganligi to'g'risidagi axborot vositalarining xabarlari haqida to'xtalib, hozirgi sharoitda ikki pravoslaviya davlatidan kelgan vakillarni kutib olishning Vatikanga ig'ir keladiganligini eskartgan. Navbatda Rossiya bilan Ukraina urush boshlangandan buyongi eng cho'ng ko'lamlik almashtirish deb qaralgan keng ko'lamlik asir almashtirishni boshlagan bo'lib, dastlabki bosqichda taxminan 800 odam almashtirilgan. Rossiya tinchlik loyihasi tayyorlayotganligini bildirdi. Kiyevda shiddatli portlashlar yuz berayotgan bir paytda Rossiya tinchlik loyihasini tayyorlayotganligini
uni asir almashtirish tamomlangandan keyin e'lon qilinadiganligini bildirdi. Turkiya Ovozi Radiosuning xabarida bildirilishicha, shanba kunidagi hujumlar Ukraina bilan Rossiya juma kuni keng ko'lamlik asir almashtirishni boshlagandan keyin yuz berdi. Agar bu almashtirish tamomlansa, Rossiya Ukraina urushi portlagandan buyongi eng cho'ng ko'lamlik asir almashtirish bo'ladi ekan. Rossiya asir almashtirish tamomlangandan keyin Ukrainaga tinchlik kelishimi loyihasini sundiganligini bildirgan bo'lib, Rossiya tashqi ishlar ministri Sergey Lavrov juma kuni qilgan so'zida Rossiya hukumatining Istanbulda boshlangan diplomatik musofaga sodiq ekanligini ta'kidlagan. U bu haqda ming formulasiga asoslangan bu asir almashtirish Rossiya bilan Ukraina o'rtasida 3 yildan buyon hosil qilingan tunji bevosita kelishim hisoblandi degan va tayyorlik xizmatlarini tamomlayotganligini, almashtirish amaliylashgandan keyin kelishim loyihasining sunildiganligini so'zlariga ilova qilgan. Navbatda Rossiyaning Ukrainadagi hujumlari davomlashayotgan bo'lib, doirlarning bildirishicha, Rossiyaning boshqariladigan bombalari juma kuni Ukrainaning port shahri Odessada 2 kishini o'ldirgan va bir qancha kishini yaralantirgan. Rossiya harbiy tarafmi seshanba kunidan buyon Ukrainaning 788 dona uchquchsiz havo apparati va boshqariladigan bomba bilan hujum qilganligini, bulardan 776sining etib tushirilganligini e'lon qilgan. Qalin Suriya rahbari Shara bilan ko'rishdi. Turkiya Milliy istixborot idorasining boshlig'i İbrahim Qalin Turkiya-Suriya munosabatlarini qaytadan jonlantirish nishoni doirasida Damashqda ziyorati bo'ldi. Qalin Suriya rahbari Ahmad Shara bilan bexatarlik va rayonlik muqimlik masalalari haqida suhbat o'tkazdi. Suhbatda Suriyaning muqimligi va rayonlik hamkorlikni yangilash uchun chegara bexatarligi, terrorlik guruhlarining qurolsizlantirilishi va musofirlarning yurt makonlariga qaytishi qatorliq masalalar muzokara qilindi. Turkiya Ovozi Radiosuning xabarida bildirilishicha, Qalin Turkiyaning Suriyaning zamin butunligi va siyosiy egilik huquqiga hurmat qilishning muhimligini ta'kidlagan. Shundaqla Anqaraning jamiyat tartibini qayta asliga keltirish va davlat organlarini qayta qurish tirishchanliklarida Damashqni qo'llashga tayyor ekanligini bildirgan. Suhbatlarning yana bir asosli temasini o'rtaq bexatarlik hamkorligi tashkil qilgan bo'lib, taraflar bo'libmi bo'lgunchi terrorlik tashkiloti PKK, YPGni o'z ichiga olgan qurolli guruhlarning qurolsizlantirilishi va yangi Suriyaga daxil qilinishi masalalarini muzokara qilgan. Turkiya doiralari chegaraga yaqin joylardagi terrorlik faoliyatlarga munosabatlik uzundan buyon davomlashib kelayotgan andishalarini takrorlab, har ikki davlat chegaralarining bexatarligiga kafolatlik qilishning muhimligini ta'kidlagan. Suhbatlarda yana Daeshga chetishliq turmalar va tutib turish lagerlarining Suriya doiralariga o'tkazib berilishi masalasi muzokara qilingan. Anqaraning bu qadamning rayonning uzun muddatlik bexatarligi uchun nihoyat zo'r ahamiyatga ega ekanligiga ishonganligi qayd qilingan. Bundan boshqa yana suhbatlarda chegara boshqarish, muhim tamojna eg'izlarining qayta echilishi va savdo yo'llarining qayta barpo qilinishi qatorliq texnik keng doiralik strategik masalalar muzokara qilingan. İbrahim Qalin va Suriya rahbarlari Isroiliyaning Suriya zaminiga qarata barg'ansiri kuchayotgan havo hujumlari va doim yuz berayotgan havo bo'shlig'iga daxli daruz qilish ahvollari qatorliq rayondagi hozirgi jiddiychiliklarni muzokara qilgan. Hurmatli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mushu yerda oxirlashdi. Inshaalloh atigi programmamizni ko'rishgacha omon bo'linglar. Assalomu alaykum.